Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz mana hozir Kogon shahri Kalchosida mana shu yerni spusk mana asfalt tugaydi. Asfalt tugagandan keyin mana shu yo'llar yirtilgan hamma joyi va chag'il bo'lib yotibdi. Mana shuni Kogon shahar hokimligidan mana shu yerni bir mana ko'rishingiz mumkin qanaqa chang bo'lib ketyapti hozir. Kogon shahar hokimligidan mana shu yerni bir e'tibor qaratishlarini so'rab qolamiz va yo'llar dabdala bo'lgan mana shunaqa manlar o'tishidan, mana shunaqa furalar o'tishidan yo'llar dabdala, yerlar asfaltda yirtilgan, suv sepiladi. Ertalab baribir ham bu suv bilan ancha bo'lmaydi, buni asfaltlashtirish kerak. Mana shu spuskni pastga tushishni sizga holatni ko'rsatmoqchiman, qanaqa holat bo'ladi. Chag'il bo'lgan spusk. Mana bu asfalt tugaydi. Asfalt tugagandan keyin mana bu yerlar yirtilgan yerlar. Mana shunaqa chang holatlar bo'ladi.